Mana shu Rosetros magazinidagi xohlagan podarka, xohlagan gul deysanmi, hammasi sen uchun jonim. Voy Popsik, sizga kattakon rahmat. Bemalol tanlay. Pupsik. Bu onangni magur. Bugun mashina bo'laman, o'tgan safar uyli bo'ldim. Xudo bir beraman desa shuda. Assalomu alaykum. Qaynotaginam va nelegalni onajon. Nima dedi? Yo'q, o'zim ozgina kayfim bor deb baqirib yuribman-da. Ha, yo'q, bu yerda nima qilyapsiz? Shu yerda ishlayman-ku, bilmaysiz, qaynotajon. Ha, ishqi bu nelegalni, illegalni biladilarmi? Demak bilar ekan, yuring, men sizni aylantiray. Mana shu gullardek go'zalsan jonim desam. Rahmat Popsik. Pupsik, agar xohlaydigan bo'lsangiz, katta gullar bilan traktorda kalit kerak. Nima dedi? Katta gullar, tirik gullar debdi-da. Ha, yana agar xohlaydigan bo'lsangiz, katta o'yinchoqlar bilan katta mommonlar kerak bo'lmasa. Nima dedi? Katta o'yinchoqlar katta odamlarga yarashadi deyapti. Keling, men sizga mana shu gulni o'raveray, keling. Uyalmaysizmi, dadajon? Qilib bergan ishingizni qarang. Uyda qaynonam kutib o'tiribdi. Undan tashqari 4 ta farzandingiz bor. Yosh sizga yarashadigan ishlar qilsangiz bo'lmaydimi, dadajon? Nima ahvol? Erkakchilikda endi bu bo'ladi-da, endi erkakchilikda bo'lib turadi endi. Shu safar oldingi safar uyni olib shu mashina ham ko'p ko'rdi. Nima dedi? Qor to'xtadimi deyapti. Qon to'xtadimi deyapsizmi? Dadajon. Baxtli bo'linglar. Bergan sutimga rozi emasman. Tvar. Les légions. La réussite, la connaissance.